dehqon bozori yopiq bozorga kirish darvozasi. Shunda kirganimizda chap qo'limizda joylashgan bo'ladi magazinimiz. Tashqi ko'rinishi ana shunday ko'rinishda, fasadlari yaxshi holatda. Reshotka Akfadan eshik o'rnatilgan. Ichi bilan tanishamiz. Shunday ichine kirganingizda oyoq tiylari pol, yaxshi qilib pollangan, yuqori potolok qilingan. Orqaga qarang, katta Akfa aynasi bor. Reshotlangan. Yaxshi mesdi, bunday narxi hali bozor territoriyasida do'kon chiqqan emas. Olib foydalangan yeri. Razmerlarga kelsak, 6 metrga 3 metr bo'ladi. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Passiya nomerlarni telefon etsanglar, o'zingiz ham ko'rsamiz. Hozir bozorning sirtidan ham tushuntirib beraman. Do'stlar, bunday narxga bozor ichida hali bunday narxga do'kon qo'yilmagan. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Narxi 1 yil oldin 10 ming dollar deb ham qo'ydik. 7 ming, 8 ming, 5 mingga tushdi. Maksimal sizlar uchun savdolashib, tortishib, talashib bitar yeri 50 million so'mga rozi etib qo'yibmiz. Xat hujjatida hech qanday muammo yo'q. Srochniy bu videoni bozor stansiyaga tashlab qo'yamiz. Ya bo'lmasa bozor hududidan do'kon olaman deb yurgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Bizlarga kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ana shunday arzon magazin, uy joylarni o'tkazib yubormaslik uchun. Ha, aytgancha, bizlarning obunachilarimiz uchun pag'asi bor. Ustunda qatlar azroq.